Beş xalas var. Mehmet sen yordam berishga keldingmi, yo'q deyishga keldingmi? Hozir o'tirasanda, qo'lingni qog'oz olganda, arzani yozildi, hozir Yordam beramiz. Orchun ketadi. Agar hal qilmasan, hozir yozasan. Hal qilmasan, bugun ishdan bo'shashga byuroni chiqardi. Boring hozir hal qilish yarim soat hal qilib. Yo'q. Hozir hal qilmasa, buni ishdan bo'shataman. Boshlig'ini ham bo'shataman. Boshlig'im ishtirok etib, Turing yozib olib boring oldiga boring, hal qiladi, sizga qaytib berasiz. Ko'p narsani gapiryapman. Hal qilib, tamom, boshqa gap yo'q. Qanday hal qiladi buni? O'zingni taqdiring, o'zingni qo'ling. Yo hal qilasan, yo hozir menga arizasini yozib, chistosini qo'ymasdan ruchkani berib ketsin mashina. O'zim o'sha chistoni qo'yib bo'shatib. Orqada. Chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatdan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak. Besh xalas var. Mehmet sen yordam berishga keldingmi, yo'q deyishga keldingmi? Hozir o'tirasanda, qo'lingni qog'oz olganda, arzani yozildi, hozir yordam beramiz. Orchun ketadi. Agar hal qilmasan, hozir yozasan. Hal qilmasan, bugun ishdan bo'shashga byuroni chiqardi. Boring hozir hal qilish yarim soat hal qilib. Yo'q. Hozir hal qilmasa, buni ishdan bo'shataman. Boshlig'ini ham bo'shataman. Boshlig'im ishtirok etib, Turing yozib olib boring oldiga boring, hal qiladi, sizga qaytib berasiz. Ko'p narsani gapiryapman. Hal qilib, tamom, boshqa gap yo'q. Qanday hal qiladi buni? O'zingni taqdiring, o'zingni qo'ling. Yo hal qilasan, yo hozir menga arizasini yozib, chistosini qo'ymasdan ruchkani berib ketsin mashina. O'zim o'sha chistoni qo'yib bo'shatib. Orqada.